Eshiting. Turkiyaga o'qishga olib kiramiz deyishdi. Pul to'laganimizdan keyin yo'qolib qoldi. Azizlar, bir narsani aniq tushunib oling. Istanbulda o'qishga olib kirib qo'yaman degan har qanday shirkatga yo bo'lmasam jismoniy shaxslarga to'g'ridan-to'g'ri ishonib ketavermang. Eng katta xato nima bilasizmi? Institutni ko'rmasdan, har kimning men shirkatda ishlayman yoki men sizni o'qishga olib kirib qo'yaman degan gaplarga ishonib, naqd pul yo bo'lmasam kartasiga to'g'ridan-to'g'ri pul o'tkazib berish holatlari ko'p uchrayapti. Men sizlarga jiddiy tavsiya qilaman. Pul to'lashdan oldin siz avval borib institutni ko'ring. Institutda o'zingiz xohlagan o'sha fakultet bormi, yo'qmi uni biling. Kontrakt qancha, qabul rasmiymi, barchasini borib o'zingiz tekshiring. Agar turk tilini bilmasangiz, yoningizga ishonchli turk tilini biladigan tanishingizni olib boring. Va ma'lumotga ega bo'lganingizdan keyin universitetning rasmiy hisob raqamiga bank orqali, demak, kontrakt pullarini to'lang. Hech qachon shirkat xodimiman deb tanishtirgan shaxslarga yo bo'lmasam shaxsiy hisob raqamlariga pul o'tkazib bermang. Chunki hozir odamlarning orzusi orqali pul topib, jig'ildoniga urayotganlar ko'paygan. Mening maqsadim sizni ogohlantirish. Chunki bir marta aldansangiz, puldan ham kuyasiz, vaqtdan ham kuyasiz va orzuyingizdan ham. Ishoning, haqiqiy universitet hech qachon sizdan shoshilinch va yashirincha pul talab qilmaydi. Avval tekshiring, keyin esa qaror qabul qiling.